Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi Hasanov Quvonchbek, Sharq sivilizatsiyasi falsafasi fakulteti yo'nalishi mohiyat 2-guruh, raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat ishi bo'yicha Farg'ona viloyati Beshariq tumanining Jarboshi qishlog'ini korxona buva ziyoratgohiga tashrif buyurdim. Farg'ona viloyati Beshariq tumanining Jarboshi qishlog'ida so'lim bir ziyoratgoh bor. Korxona buva ziyoratgohi uzoq yillik tarixga ega. Ushbu ziyoratgohning qachon paydo bo'lgani aniq emas. Korxona buva ziyoratgohi Shayx Ali ota o'g'li Ikromjon ota bizga bu ziyoratgohning ko'hna tarixini shunday hikoya qilib beradilar. Avvalambor assalomu alaykum. Shu ziyoratgoh haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bu ziyoratgohimiz qadimdan bular 7 kishi bo'lishgan. Eng kichigi mana shu korxonadan hisoblanadi. Eng kattalari Tojikiston hududidagi Bo'ya buvam hisoblanadi. Undan keyin o'nisi ham Tojikistonda Bo'ychinar buvam. Undan keyin Chilmakram buvam, Mashhati Maydon buvam, Korxona buvam, keyin bitta singillari bor, opa buvimlar. Ular 7-6 og'a bir singil bo'lishgan. Bu yerga mavsumiy ziyoratchilar kelib turadi tez nima qilib. Yozda odamlarga hujum bo'ladi. Hozirgi kunda bu yerga sharoitlar qanday darajada? Sharoit hamma sharoitlar qilingan. O'choq, qozon, idish tovoq hamma narsa, so'rilar, nimalar yetarli. Hamma sharoitlari bor. Yana bir ma'lumot bersangiz, bu yerga kelishdan maqsad nima va bu yerda qancha aholi kelib turadi? Tez keladimi yoki hozirda esdan chiqib ketganmi bunday joy borligi? Endi kelishdan maqsad shu yerda ziyorat qilib ketish. Yozda kelib turadi, ko'p odamlar keladi. Mana shu qishloqlardan, qo'shni qishloqlardan, hatto uzoqlardan ham kelib turadi odamlar. Buva shu korxona buva ziyoratgohi bolalik davrida haqida xotiralaringizni gapirib bersangiz. Biz bolalik vaqtimizda shu korxona buvamda o'ynab yurib katta bo'lganmiz. Mirxoliq otam bor edilar. Shu bog' qilgan edi. Shu bog'larga, ko'chatlariga qarashib, tutib yurardik. Mana chigit egar vaqtida kolxozchilar kelib qozon qaynatib, niyat qilishib, chigit tashardi yerlarga. Farzand tilab kelardi. Kasallar shifo tilab kelardi. Shularni ko'rib katta bo'lganmiz. Qozonlarni qaynatib, agar Alloh taolo farzand bersa, qo'ylar akib so'yganlari ham bor. Tovuq akib so'yib, shu niyat qilardi. Buloqlari bor edi. Buloqlari rosa ham ajoyib shirin suvlar chiqar edi. Buva o'sha yerda borib ko'rdimda, tut daraxti bor ekan, iplar baylab tashlabdi. Bu nimaga unaqa qilib tashlagan? Mevasi pishsa, shot deyilardi uni, nihoyatda katta u. Bunday yarimi bunday qurigan bo'lsa ham tepasi tutqib pishavergan u. O'shanga iplarni, ro'mollarimizni iplaridan sug'urib baylab qo'yib, keyin chiqib o'sha tutlarni yeyardik. Ko'plar shu kattalar ham olib yeyardi, shu bolalar ham. Shunaqa joylarda nihoyatda uzoq yaqindan nihoyatda odamlar kelardi. Fayzli joylar edi. Ayniqsa bahorda nihoyatda chiroyli bo'lardi dedilar. Ana shunaqa qilib yurardikda, nihoyatda yaxshi joylar edi.
so'ylar bor. So'ylarda nihoyatda tiniq suvlar oqar edi ilgari. Shu intervyu berishga, o'zingizni xotiralaringizni ulashganingiz uchun rahmat sizga. Rahmat senga ham endi qarichilar borishadi. Ziyoratgohning bizgacha 4 avlodi ma'lum. Mahalliy aholining so'zlariga qaraganda, Korxona buva ziyoratgohida ko'plab ilmli aziz avliyo insonlar yashab o'tgan ekan. Ularning bizgacha Mirahmat ota, Mirxoliq ota, Zulfiya ona, Ikrom otalar ma'lum. Bu yerda Korxona buvaning ramziy qabri joylashgan. Korxona buva hayotlik vaqtlarida ilmli kishi bo'lgan ekan. Shuning uchun mahalliy aholi biror ishdan avval duo olib keyin boshlagan ekan. Hozirgi kunga kelib ziyoratchilar Korxona buva ziyoratgohiga kelib yaxshi niyatlar bilan qozonini qaynatar, qurbonliklar keltirib, Korxona buva haqqilariga duoyi fotihalar qilib, ruhlarini shod qilishadi va ziyoratchilar aziz joyda farzand tilab ketishar ekan. Ushbu manzilda axloqsizlik qilish va odobsiz so'zlar ishlatish mumkin emas. Navro'z, Hayit va boshqa turli xil bayramlarda oilaviy tashrif buyurishib, bu yerda mo'jizaviy tut daraxti atrofida o'tirib, niyat maqsadlarini aytib, ip bog'lashar ekan. Yoshi ulug' kishilarning ta'kidlashicha, hozirgi kunda 1000 yillik tarixga ega bu daraxtning mo'jizaviyligini eshitib, uni ko'rish istagida yurganlar va tashrif buyuruvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Ikrom otaning hikoyasini eshitib, uzoq xayolga toldik. Sovet davrida bu yerlarni paxta maydoniga qo'shib yubormoqchi bo'lishganida Allohning mo'jizasi ro'y berib, ularning texnikalari ishdan chiqib qolgan va shunda texnika haydovchisi og'ir dardga chalinib yura olmay qolgan ekan. Afsuski hozirgi kunda kam joyi saqlanib qolgan. Avvallari bu yerlar so'lim bog'lar, sersuv soylar, shifobaxsh buloqlar, sersoya daraxtlar fayzi bo'lib turgan ekan. Mustaqillik sharofati bilan ziyoratgoh obodonlashtirilib, ziyoratchilar uchun xonaqoh o'rnida ochiq gumbazli ayvon, ziyoratchilar o'tirib hordiq chiqarishi, suhbatlashishi, tabiatdan zavqlanish uchun so'rilar, nurab qolgan eski ayvonlari, xonalari ta'mirlanib, Korxona buvaning ramziy qabrlari atrofi obodonlashtirilgan edi. Men bu ziyoratgohga tashrif buyurganimda qish fasli bo'lganligi uchun daraxtlar bargi to'kilib, yerlarga xazon to'planib qolgan, soy suvi esa tinib va kam oqayotgan edi. Tut daraxti esa yillar davomida shamol, sovuq va vaqt sinovlaridan o'tgan bu daraxt oddiy o'simlik emas, balki inson xotirasi va niyatiga guvoh bo'lib kelayotgan tirik ramzga o'xshaydi. Shoxlarida bo'lgan matolar esa bu yerda kelgan ziyoratchilarning umidi, duosi va qalbi tilaklarini ifodalaydi. Daraxt sukut saqlaydi, ammo bu ko'p narsani eslatadi. Sabrni, davomiylikni va inson bilan tabiat o'rtasida nozik bog'liqlikni eslatganini sezdim. Men sizga tildan tilga o'tib kelayotgan bir rivoyatni so'zladim. Aytishlaricha, rivoyatlarning tagida doimo haqiqat yashiringan bo'ladi. Agar so'zimga shubhalansangiz, siz ham Jarboshi qishlog'ining Korxona buva ziyoratgohiga kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Qisqa vaqtingizni videoni ko'rish uchun sarflaganingiz uchun katta rahmat.